Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar. Quvasoydagi yana bir xonadonimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarga 2026-yilda ham tunaka foyishlarimizni qilib ko'rsatishda davom etamiz. Bizni kuzatib tursanglar, bu xonadonimiz necha kvadratga, necha pulga bitganini aytib o'taman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, yana bir xonadonimizni Quvasoyda o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Ozgina joyi qoldi. Bu xonadonimizni ham qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilib berishga harakat qilaman. Bu xonadonimiz общий hisob kvadrati tunakasi 594 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 594 kvadrat tunaka 80 metr mokri tarnovlarimiz chig'anoqlari bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Bu xonadonimizning kvadratini aniqlashligimiz uchun hozir sizlarga metrlarini hammasini qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilib beraman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holatlarda qilib beramiz. Vodiy bo'ylab masofani farqi yo'q. 120 mingdan 140 ming so'mgacha tunakamizni yupqa qalinligiga qarab qilib beramiz. Hozir sizlarga qilgan ishlarimizni ko'rsatib o'taman. Bu joyimiz ko'cha tomon kaziro shapkalari polniy aylanasiga bu joyimiz kvadrat hosil bo'lgan holatda narigi chekkagicha 35 metr 1.15 lik shapkamiz ko'riplari bilan birgalikda. Kazirogda ichki tomoni bor 270 ga 430 joyimiz. Bu xonadonimizni kazirog qismlarini ham shunaqa holatda qilib berganmiz va ichkari tomonga kiramiz. Ochilsin desam, eshigimiz ochiladi. Bu xonadonimizni darvozadan kirish holati. Kirishimizda bitta darvozaxonamiz bor va kirganimizda uzunligi 730 santimetrlik, 480 santimetrlik darvozaxonamiz. Bitta tomoni bu. Bitta tomonini shunaqa holatda qilib berganmiz. Kamarlari polniy ichkari tomonimizni shapkasi-yu, ko'riplari-yu, polniy bu patnislarimizni ichlari ham nerjaveka kamarlarda qilib berganmiz. Bu xonadonimizni bitta darvozaxonasi 730 ga 480 lik joyimiz. Va bu tomonimizda bor. Bu tomonimizda uzunligi 1670 ga 430 lik joyimiz bu tomonimiz. Va nari tomonimizga yurganimizda yana bitta darvozamiz bor. Bu yog'imiz garaj tomonimiz, mashina yana bitta kiradigan joyimiz. Bu tomonimiz uzunligi 1260 ga 390 lik joyimiz. Bu darvozaxonamiz ham bor. Va narigi tomonimizda 210 ga 470 lik joyimiz, 1470 lik joyimiz bu joyimiz ham. Shunaqa holatda, shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Bu tomonlarini ko'rib bilan qilib berganmiz. Qachonlardir akfa qo'ysa, akfaga o'zi to'g'rilab moslanib qoladi. Bu joyimiz ham ko'rib bo'lgan. Polniy aylanasiga bu regellarimizni ko'rib holatda yasab o'tib ketganmiz. Bu joyimizga bir e'tibor berib qo'yasizlar. Bu joyimizga karnizlar tushgan. Bitta, ikkita, 3-etap, 4-etapimiz ham, ko'ripimiz ham shunaqa karnizga o'xshab, shunaqa holatda qilib berganmiz. Va ichkari o'stirma shapkamiz bor. Bu shapkamizni eniga 1 metrlik, uzunligi общий kvadrat holati 26-50 santimetrlik uzunlikda, uzuni 26-50, eniga 1 lik. Bu shapkamizni ham kamarlarini nerjavekada qilib berganmiz. Katta qoshimizdan, tarnovimizdan, shunaqa karnizlarimizdan qo'yib berganmiz. Hammasi bir-biriga xudo xolasa mos tushgan holatda bo'lgan. Bu joyimizda bu tarnovimiz ham aylanasiga tarnovimiz ham bor. Bu yerimiz 26-50 ga yana 15 metr ham bor. Общий unaqa emas. 26 dan yana 15 metr xullas keyin qo'shilgan joyi bor. Men adashib ketdim. Shunaqa holatda, shunaqa ko'rinishda xudo xolasa qilib berganmiz. Bu xonadonimiz общий kvadrat tunakasi ko'riplari bilan birgalikda ko'cha tomoni, darvozaxona bitta, ikkita, 3ta darvozaxonasi, shapkasi,
narigi tomonda bitta yana ayvonchasi ko'rsatib o'tganimdek hammasi bo'lib, ko'riplari bilan birgalikda bu xonadonimiz 594 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 80 metr tarnov qo'yib berganmiz. Общий hisobi bu xonadonimizni 84 million 990 ming so'mga tayyor bo'lgan xonadonimiz. 04 listimizdan oq kamar, tashqari tomonlarimiz oq kamar qo'yilgan, ichkari tomonlarimiz kamari nerjaveykadan bo'lgan. 04 listda oqqa nerjaveyka, oqqa oq qilib berganmiz. Bu xonadonimizni xudo xolasa chiroyli holatda qilib berganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Lesalari, usta haqqi, tunakasi, jamiki dastavkalari yu, samares, pamares hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta gapimiz qolib ketyapti. Bu joyimizga hozir akamizga aytdim. O'zi shu turishi ham o'zi go'zal holatda turibdi. Bu ichiga bambuk, MDFga o'xshagan, ko'rinishi MDFga o'xshagan bambuk panelimizdan qo'yib beraylik degan maslahatni yana bir qator berdim. Agarda mabodo bambuk panelimizni qo'ysak ham yana bitta xudo xolasa sizlarga asha keyingi etapini ham videosini qo'yib o'tamiz. Unga ham 2 kun 3 kun bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.